Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuzning mana shunday fayzli kunlarida xayrli amallar to'xtab qolgani yo'q. Sababi an'ana bo'lib kelayotgan sayyor yig'ilishning bugungi manzili Yakkasaroy tumani Rakat jome masjidi etib belgilandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati, shuningdek Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiliklarida shahrimizning barcha ulamolari 2025-yilda hajga borgan hojilarimiz ushbu tumandagi 100 dan ortiq xonadonga kirishni niyat qilganmiz. Ayni paytda yig'ilish ishtirokchilari xayrli amallar taraddudini ko'rmoqdalar. Keling jarayonlarni birgalikda kuzatib boramiz. Xalqqa mana shu kiragan xonadonlarimizga xursandchilik ulashib, ularni ko'ngliga mana shunday yaxshilikni solishni Alloh taolo hammamizga nasib aylasin. Alloh taolo yurtimizni tinch qilsin, xalqimizni farovon qilsin, yurtboshimizni hamma ishlariga Alloh taolo fayzi barakot, fayzi ilohiy ato qilsin. Muftiy Hazrat boshchiliklaridagi barcha ulamolarimiz, respublikada xizmat qilayotgan ulamolarimizni ham Alloh taolo bu kabi xayrli ishlarda o'zi yordamchi bo'lsin, bi rahmatga. Bugun mana Yakkasaroy tumaniga bo'lgan tashrifda birinchi bo'lib sizni xonadoningizdan boshladik. Mana shu qora ko'zlar katta bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Yaxshi hamki mana shu bolajonlar bor. Ko'z quvonchi, insonni o'sha hayotdagi, oiladagi ba'zi tashvishlari bularni ko'zidagi quvonchi ko'rib, albatta xursand bo'ladi. Duo qilamiz hojilarda. Qilingan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Yurtboshimiz, avvalambor muftiyimiz baraka topsinlar, mana bular qozi domlamiz bo'larlar shaharimizni. Ilohim qilgan ehsonlarga Allohim dargohida qabul qilsin. Ilohim shu faqat xursandchiliklarga kerakli, shu yoshlar katta bo'lib, katta bo'lganda to'ylarida o'zimizni bosh-qosh bo'lib turish hammamizga nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat. Halima opa, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Salomat bo'ling. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamma yaxshi tilaklarni sizga Allohdan so'raymiz. Sizlar borsizlar, sizlarning yoshi ulug'larni mana shu doim qilayotgan duoinglar bilan el yurtga baraka kiradi. Allohumma solli va sallim. Sog' bo'ling onaxon. Rahmat. Tuzumisiz onaxon? Yaxshisiz, ko'z tegmasin. Yaxshi bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Sabr bilan, qanoat bilan, sizga mana mehr bilan, sizga iltifot ko'rsatib, qarayotgan farzandlarning umri uzoq bo'lsin. Olayotgan muolajalaringiz sizga shifo bo'lsin. Xonadonda yaxshi kunlar, yaxshi to'ylarga yana kelishni nasib qilsin. Alloh umringizni uzoq qilsin. Ko'p yillar duogo'y bo'lib yuring. Allohu akbar. Yaxshisiz. Yaxshi duolarni qiling, xo'p? Umringiz uzoq bo'lsin. Toshkent shahar bosh imom xatiblari, Alloh xonadonlarimiz keldilar. Biz boshimizni nihoyat ko'kka yetdi. Muammoli xonadonlar bor edi. Ularning ichida yolg'iz yashaydigan ayollarimiz bor. 5 ta farzandni yolg'iz tarbiya qiladilar. Shulardan kirib birgalikda xabar oldik. Muammolarini eshitdilar. Juda xursand bo'lib, ularni duo qildilar. Ilohim qilingan insonlar Alloh dargohida qabul aylasin. 100 dan ortiq xonadonlarga kirib chiqdi. Nochor odamlarning uyiga kirib, shularning holidan xabar olindi. Bu hech tarixda bo'lmagan narsa. Hech o'ylamagan ishlar bo'lyapti. Masjiddan bosh imom xatib kelib, odamlarning uyiga kirib bo'lmagan bu. Muftiy hazratlarga juda minnatdorchiligimni bildiramiz. Tanjonlari sog' bo'lsin, Abduqahhor domladan ham tanjonlari sog' bo'lsin. Mana shu qamalganlarning uyiga kirib, holidan xabar olib, boshqa qilib, hammadan xabar olyaptilar.
hamma joyda aytilyapti. Bugun imom xatib faqatgina masjidda imom xatibi emas. Endi o'shanga biriktirilgan mahallalarda ham imom xatibi shu. Mahallalar tinchligi, osoyishtaligi, mayli qaysi xonadonga kirdingiz, hammasi manfaatli inshaalloh. Foydadan xoli bo'lmaydi. Bugungi kun har jihatdan sermazmun va samarali o'tdi deb ishonch bilan ayta olamiz. Sababi Toshkent shahrining imom xatiblari, ulamolari 2025-yilda hajga borgan hojilarimiz ushbu tadbirda ishtirok etib, Yakkasaroy tumanidagi 100 dan ortiq mahallalarga kirib, turli xil sabablar bilan og'ir ahvolda qolgan xonadonlarning holidan xabar oldilar. Ularga o'zlarining zarur tavsiyalarini berdilar. Tadbir so'ngida Yakkasaroy tumanidagi Rakat jome masjidida bugungi tadbir yuzasidan muhokamalar bo'lib o'tdi. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday xayrli, savobli ishlarda bardavom qilsin. Xayr, omon bo'ling.